Otam, ne bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nafas bo'ldi. Birinchi kelishlaringmi? Qayerdan keldinglar? Uydan keldik. Qo'yardimi? Yaxshimi? Bu tabrik janoblar, qandoq davoladingiz? Newton qonuni 2 jism bir-biriga ishqalanish ta'sirida mo'jiza hosil bo'ladi. Qo'yardimi? Yaxshimi? Nima bo'lyapti? Ichim qotgan yurmayapti. Iching qotgan yurmayapti. Ha. Yuridimi? Yuridimi? Yurdi. Ha, otam. Tuvalet qayerda? Tuvalet chatdan. Ha. Ha, otam. Ha, otam. Nima bo'lyapti? U shal bu latoydan topdik mana. Latoydan topdingizlar? Olib ichgan-ku bu, chiqarib tashlang. Ey billah. Sen mashinliksan, bilasanmi? Nimaga odamlar aldab pulini olib davoladim deya tursan, iflos. Shuncha odamlar davolab, dardiga shifo topayotganim men aybimmi? Ha? Mashinik bo'ldimdan-da. Odamlar doktorlarga boryapti, lekin dardiga davo topayotgani yo'q. Men oldimga kelyapti, shifo topib ketyapti odamlar. Shu men aybimmi? Ayting qani, men aybimmi? Xo'p, koronavirusda qayerda aytingsan, shuncha odam o'lib ketdi. Unda to'y sezoni eti to'yga chiqib yurgandim.